Assalomu alaykum barchaga. Bugun rastejировка qilamiz, ya'ni men olgan bozordan olgan narsalarimni rastejировка qilib, men sizga ko'rsatib beraman. Xullas, birinchi olgan narsam mana bunaqa, ya'ni bu soch uchun balzam, keratinli balzam. Rosa ham zo'r, 1 kilolik. Mana shu balzamni oldim. Ko'rinadimi sizlarga? Keyingi mahsulotimni ko'rsataman. Keyin olgan narsam kiprik. Ko'pchilik menga yozibdi, "Kenzaxon kiprik qo'ysangiz juda ham chiroyli bo'lsa kerak" deb. Men alohida kiprikni qo'yib, video ham qo'yib beraman. Qanaqa bo'lish va qiz bola o'ziga qarab yurish kerak, o'zingizga qarab yuring, kipriklar qo'yib oling deyshadi. Shuning uchun ham men kiprik oldim. Mana shunaqa chiroyli kiprikdan hali buni qo'ygan videoyimda ham alohida joylab qo'yaman. Kiprik sizlarda nechi pul bilmadim-ku. Men bu kiprikni 60 ming so'mga oldim. Buni esa nechi pul deb o'ylaysizlar? Ya'ni 900 hozir grammi bor edi albatta. 1 kilogacha yaqin qoladi. Yozib qo'ygan edim, menimcha bu yerda yo'q. 950 grammmi shunaqa. Mana shuni nechi pul deb o'ylaysizlar? Bu 35 mingga tushdi. Buni esa men bu kiprikga 60 ming so'mga oldim. Ichida hamma yo'q bor ekan. Hali men chiroyli qilib kipriklarni qo'ygan videomni sizlarga ko'rsataman. Xullas, keyin olgan narsalarim soch uchun sprey, ya'ni lak. Spreyli lak bor ekan. Mana shu yangi chiqqan mahsulot. Mana shundan ham bir sochingizga yaltadi, sepsangiz deb juda ham ko'p maslahatlar berishdi. Men shu lakni oldim. Eng zo'ri mana shu deyishdi. Hali buni ham men sizlarga sachib alohida video qilib ko'rsataman. Keyingi olgan narsam mana bunaqa chiroyli nima komplekt. Xullas, sirg'a, uzuk, bularni ham keyin sizlarga alohida tartib ko'rsatib beraman. Video qilaman alohida. Olgan narsam esa sochim uchun albatta rezinka. Soch uchun zakolka va rezinkalar. Bo'ldi va oxirgi narsa men hozir sizlarga ko'rsataman. Oxirgi olganimni ko'rsataman. Mana bu oxirgisi. Oxirgi bozorligim. Hozir Bioque, ya'ni Bioque to'plamlari hamma nabor bor yuz uchun. Ayol kishi, qiz bola o'zini sevish kerak ekan, ya'ni o'zi uchun ham narsalar xarid qilib turish kerak ekan. Men to'g'risi shu vaqtgacha o'zim uchun umuman pul ishlatmasdim. O'zim uchun birorta narsa olmaganman. Oilam uchun, yaqinlarim uchun olganman ko'p narsalarni, hammani yo'qmi. Ularni o'zimni o'ylamasam, faqat ularni o'ylab, ko'proq ularga bo'lsin deb olar ekanman, lekin ko'plab insonlar ham kuzatsam aytishadi, o'zingizni ham o'ylashingiz kerak. Inson o'zini birinchi yaxshi ko'rsa, atrofdagilar hammasi uni yaxshi ko'raveradi deb menga juda ham ko'pchilar aytadi. Keyin o'ylab qarasam, o'zi shu yoshgacha kirganimgacha rosa o'ylab qarasam, rostdan ham men o'zimni juda ham yaxshi ko'rmagan ekanman, o'zimni sevmagan ekanman. Shuning uchun bugundan men o'zimni sevishni boshladim. O'zim uchun narsalar xarid qilishni boshladim. Bu xudbinlik emas yoki bu degani oilasini tashlab qo'ydi yoki yaqin insonlarni tashlab qo'ydi, ularga sovg'a bermaydi degani emas. Shunchaki inson o'zini sevish kerak degani. Shuning uchun men o'zim uchun shu yuz naborlarini oldim. Buni 100 ming so'mga oldim. Mana shu 100 ming so'mga barcha nabor to'plamlari kattasidan. Keyin esa shu mahsulotlarni oldim. Hozir umumiy men sizlarga hisoblab beraman. Necha pulga tushdi deb o'ylaysizlar? Mana shu 100 ming so'm. Endi esa qolgan narsalarni bu 35 ming so'mga tushdi kattasidan. Hisoblab chiqib oxirgi sonda yozib qo'yinglarki necha pul bo'ldi. Sizlarni hisoblang. Buni 60 ming so'mga oldim. Bu sprey. Sprey sizlarda necha pul bilmayman.
Lekin men mana shu spreyni 75 ming so'mga oldim. Soch uchun sprey va lak ekan. Yozib qo'yibdi, sprey va lak deb. Bu rezinka va zakolkalarni 18 ming so'mga oldim. Yigirma ming so'mga oldim. Mana shu sirg'a, uzuk, hammasi komplet. Ya'ni hamma narsasi bor ekan ichida. Narsalarni barchasini chiqib ketdi. Barchasi necha bo'ldi. Hisob-kitob qilib yozib ketinglar. Ya'ni o'zim uchun qancha xarajat qildim. Birinchi marta xarajat qildim va birinchi aytsam men o'zimga hech narsa olmasdim. Faqat oilamga bekamolligimga xudbinlik ekan. Inson birinchi navbatda o'zini sevish kerak ekan. Agar o'zingizni sevsangiz, sizni ham boshqalar sevar ekan, yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun men o'zimni o'zim uchun birinchi marta narsalar oldim va bularni men sizlarga obzor qilyapman. Mana shu narsalarni barchasini endi sizlar hisob-kitob qilib ko'ringlarchi. Men o'zim uchun birinchi ishlatgan pulim necha pul bo'libdi. Men o'zi bilasizlar, bunaqa ko'p pul ishlatmayman. Lekin mana shu mahsulotlar o'zimga ishlatgan va birinchi pulim necha pul bo'libdi. Yozib ketinglar. Men oldinlari bunaqa qilmasdim. Ya'ni o'zimga hech qanaqa pul ishlatmasdim. Oilam men joyim dedi-ku, shunga o'xshab topgan pulimni boshqalarga berib, boshqa narsalarga nima kerak bo'lsa, mana shu narsalarga ishlatardim. Bu men uchun birinchi pul, ya'ni birinchi o'zim uchun olgan narsalarim. Shuning uchun hisob-kitob qilib ko'ringlar, necha pul ketdi ekan. Aytgancha men bu naushnikni ham oldim. Bu ham o'zim uchun. O'zim sotib olganman. Ya'ni keyin ko'pchilik menga yozadi, siz qayerdan pul topasiz? Ishlamasingiz kerak, yo'q, ishlaysizmi deb juda ham ko'pchilik men ijtimoiy tarmoqlardan daromad topaman. Ya'ni Instagram va TikTok, Bigo Live. Eng asosiy daromadim Bigo Live'da. Shunaqa. O'sha yerdan pul topib, u yerda men agentlikda ulanganman va o'sha ijtimoiy tarmoqlardan daromad topaman. Va ijtimoiy tarmoqlardan daromad topgan pullarimni men bunaqa birinchi o'rinda kosmetikalar o'zim uchun oldim. Nabor. Yuz uchun naborlar. Bundan oldingi pullarimga esa boshqa shu rozqoq mana shunaqa narsalarga ishlatganman. Lekin o'zim uchun birinchi ishlatgan pulim bo'ldi bu. Shuning uchun esda qolarlik bo'lsin deb videoga olib qo'yapman. Aytgancha men bu naushnikni ham o'zim uchun sotib oldim. Buni narxini necha pul deb o'ylaysizlar? Sizlarda necha pul bilmadimmi? Men mana shu naushnikni 67 ming so'mga oldim. Bu ham o'zim uchun olgan narsa. Beako'dan 100 uchun to'plam. Endi buni ochamiz. Men olgan nabor yuzim uchun. Ya'ni bu Beako. To'g'risi pichoq olib kelay. Pichoq olsam yaxshiroq. To'g'risini aytsam, men bunaqa yuz uchun naborni birinchi marta olishim. Qayerdan ishni ham to'g'risi. Xo'las, ochamiz-da. Naborimiz shuni. Ikki, uch. Wow. Judayam himoyasi
aroması kuchli ekan, ko'rishingiz mumkin. Endi esa bu ustidagi chiqamiz. Vau, go'zalligini qaranglar, buni chiroyliligini. Mana qaranglar. Asal. Barcha to'plam bor. Yuz uchun kerak bo'lgan narsa. Endi men sizlarga buni ishlatib ko'rsatib beraman. Qaysi vaqt chirkashib endi esa bularni esa endi yuzga surtamiz.